yerga boradi, mana shu yerda do'stlar bilan aytib Ha, mana Mulla Shukar degan yigitimiz juda ham chaqqon ekadi. Ko'proq yerlarga guruch ekishda qatnashadi bu yigit. Juda ham dehqonchilikning yaxshi avayni nimasini biladi bu yigit. Avayshona yildan ishni qo'yib o'tiribmiz. O'ziga bir jo'rab 6 yerga boradi. İnşallah shuni hosil yaxshi bo'ladi. İnşallah hosillar yaxshi yildan beradi. Yaxshi osh palovlar bo'ladi bu deyapti. Avayshona fotografiya ko'rsangiz like bosing. Kanalimizga ishtirok eting. Avayshona shunda ko'rib turganingizdek. Hal uzoqroq. Hozir judam yoqilmay chiqamiz. Mana Asadulloh degan juda ham mehnatkash bola. Boshqa ish bilan band emas, bu yigitimiz ham shunday hol olib kelib beradi. Shu kaltakda olib kelib beradi mana shu yigit. Bosh dehqonlarimizdan biri. Bu xo'jalik sahiblarim keladi, buning o'rganib bo'lishini yordamlashib turgadi. Ha, yer egalari ham kelib, ular ham kelib yordamlashyapti hasharga, deyapti do'stimiz. Mana shular shunda do'stlar bilan aytib turamiz. Qanday shuncha kani kiradi bu. Qo'l ko'p bo'lsa, ko'proq o'nadi, ko'proq yerga ekamiz deyapti. Mana bu yigitimiz ham ko'p yerlarga guruch ekkanda qatnashgan yigitimiz. Juda ham chaqqon Muhammad deydi mana bu yigitni. Mashallah, juda ham qo'li chaqqon bola. O'zi barqday ishlaydi bu yigitni, robotday. Mana bosh dehqon ekamiz, guruchning asosiy mutaxassis akamiz. Ko'p kishilar guruch ekishni o'rgangan o'sha mutaxassis belni ko'tarib turgan yigitimizdan. Erkek tavasna, erkekga. Ana shuni ko'paytirib, ana. Ko'rganingiz Ha, guruchni yaxshilab ekdiyapti bosh dehqonimiz. hozir Afg'onistonda Yaxshi kesin deyapti. Afg'onistonda mana guruchlar shunday ekiladi, do'stlar. Barakchush. Inshaalloh yigitlarimizga ham Alloh quvvat berib, havoni issiq paytda shunday qilib ishlashyapti. Qo'llari dard ko'rmay ishlari davom etib, inshaalloh tezroq xalos qilib ishlarini davom ettirsin inshaalloh. Assalomu alaykum aziz hurmatli bizni ko'ruvchi YouTube tomoshagarlar. Mana Afg'onistonda qishloqda guruchni ekish qanday ekan desangiz, mana guruch shunday ekiladi do'stlar. Ha, mana bu yigitlar mana uzoqda mana shunday olib kelib berishadi. Guruchning nihollarini mana mehnatkash aka dehqonchilarimiz har yil mana shu yerlarga guruch ekadi. Biz tomonlarda buni birinchi deymiz. Mana g'altakda olib kelgan mana shollarning nihollarini shunday qilib keyin uzoqda mana shu ajoyib tuxum tashlasa ko'karib chiqadigan ajoyib yerlar mana bu yerlar.
Ha, ko'rayotgan do'stlarimiz bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing inshaalloh do'stlar. Ancha uzoqdan olib kelishadi. Mana shu g'altakka yuklab. Mana bu do'stimiz ham har yil shu yerga guruch ekadi o'zi. Juda ham mehnatkesh. Yer ekadigan do'stlarimiz bular. Mana yigitlarimiz guruchni shunday qilib ekyapti. Mana bizlar Afg'onistonda buni birinchi deymiz aslida. Mana shunday. Assalomu alaykum aziz hurmatli bizni ko'ruvchi YouTube tomoshagarlar. Mana Afg'onistonda qishloqda guruchni ekish qanday ekan desangiz, mana guruch shunday ekiladi do'stlar. Ha, mana bu yigitlar mana uzoqda mana shunday olib kelib berishadi. Guruchning nihollarini mana mehnatkash aka dayxonchilarimiz har yil mana shu yerlarga guruch ekadi. Biz tomonlarda buni birinchi deymiz. Mana g'altakda olib kelgan mana shollarning nihollarini shunday qilib keyin uzoqda Yerlar o'rovdi. mana shu ajoyib tuxum tashlasa ko'karib chiqadigan ajoyib yerlar mana bu yerlar. Ha, ko'rayotgan do'stlarimiz bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing inshaalloh do'stlar. Ancha uzoqdan olib kelishadi. Mana shu g'altakka yuklab. Mana bu do'stimiz ham har yil shu yerga guruch ekadi o'zi. Juda ham mehnatkesh. Yer ekadigan do'stlarimiz bular. Mana yigitlarimiz guruchni shunday qilib ekyapti. Mana bizlar Afg'onistonda buni birinchi deymiz aslida. Mana shunday har bir otis qilib alohida qilib ekmasa suv Ekmami? Mana bu guruchni yerga ekayotgan kishimiz ham Shukur aka deydilar. Ajoyib mehnatkash. Mana Hamid juda ham sherlar egasi. Har yil guruch ekib yaxshigina hosil oladigan. Albatta o'zi akasi shuni birgalikda ekishadi sherlarni. Mana qanday guruch qanday ekadi deb so'ragan do'stlarimiz bo'lsa, mana shunday bizda guruchni shunday qilib ekyapti. Bizni tomosha qilayotgan aziz muxlis do'stlar. Mana Shukur akamiz. Hamid aka, qanday, qiyin emasmi guruchni ekmoq? Yo'q. Bir kunda qancha jurib yerni eksa bo'ladi? Ha, nafar ko'p bo'lsa, ko'p ekadi. Odamga qaraydi. Sizlar o'z yeringizni yo bu yerga oylik yo kunlik boqishyapsizmi? Hozir bizning yerimizda mo'amizlar O'z yeringizmi? Ha, dehqon tutganmiz. Ha, dehqonlarga Ko'mak beryapmiz-da. ko'mak beryapsizlar, ha? Yaxshi.
Ha, hasharga boqishayotgan yigitlar ham bor ekan. Ha, bu yer egalari. Bosh dehqonimiz o'yla ana shu odam o'yna. Bosh dehqonimiz. Mana bosh dehqon munam xudo. Salom, qandaysizlar, yaxshivarmisiz? Boqayt bormisizlar? Hammaga salom aytaman degan. Mana shundoq sho'rni ekib yotibmiz-da. 1-2 hektar yer shu sho'rga ekamiz-da. Mana bundaqa deb mo'lagan basamiz-da, 200 ga tortganday. Ha, suvni ichga mana shundaqa deb qo'sh tortganday tortamiz. Ha. Mana shunday. Hoshirga keladi, chinapar hoshirga keladi, mana shundaqa sho'rga ekamiz-da. Ha, mana dehqon ekamiz tanishtirib o'tyapti. Qanday biz tomonda guruch ekilish qanday bo'ladi do'stlar deb shunday savol bergan odamlarga mana aytib o'tyapti. Mera gitmayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Yuriydimi asani? Ha, endi yuriydi. Assalomu alaykum. Bizni ko'rib borayotgan do'stlarimiz bo'lsa albatta qo'llab-quvvatlab turing inshaalloh. Mana Afg'onistonda guruchlar qanday ekiladi desangiz, mana shunday ekiladi do'stlar. Bizni ko'rib kuzatayotgan aziz muxlis do'stlar. Albatta kimlar kuzatyapti? Albatta o'zbek tilida aytib o'tyapmiz. Bizlar hammasi mana bu turkman. Ilovalar Afg'onistonning turkmanlari bu. Hammalari bu yerda qishloqda turkmanlar. Butun katta bir mantiqada albatta bir katta tumanda turkmanlar yashaydi. Bizlar bir ulusolliq deymiz. Sizlar tarafda bitta tuman deyshadi, o'sha tumanimiz. Chegarangizda turibmiz. Albatta, Muzrabotga, Termizga yaqin joyda bizlar Omidaryoning qarshisida mana shu guruchlarni ekamiz. Omidaryodan kelyapti. Mana bu suvlar Omidaryoning suvi. Ha, turkmanlar mana shunda ekamiz, mana shunda inshaalloh ertaga ro'zam ekamiz. Inshaalloh mana shunday yerlarga shu kuni mana ekib beramiz. İnşallah mana shu ulfat do'stlar bilan ekamiz jamlanishib. Havo so'ng. İnşallah. Shunda do'stlar bilan jamlanishib ekamiz, mana shuni yana edi, ishora qo'yib. Hammasi qo'l mehnati, biz tomonlarda qo'l mehnati, mashina ekmaydi, mana traktor ekmaydi. Qo'lda ekamiz do'stlar. Maşallah do'stlar, like bosib, qo'llab, obuna bo'lib turishni unutmang. Videomizni ko'rib borayotgan do'stlar bo'lsa, yaxshi videolar olib boramiz inshaalloh. Do'stlar aziz, bizni ko'rib kuzatuvchi muxlislar uchun inshaalloh yaxshi jonli videolar olib boramiz. Bizni kim qayerdan kuzatdi inshaalloh. Ha do'stlar, mana bizlar mana shu birinchi mana shuni yaqadbek yer. Bizlara kim yerdan ko'rgan bo'lsa, anasi avvat mana shu kanalimizga inshaalloh follow edib, like bosib, bizlara qo'llab turing inshaalloh do'stlar.